yo anchaki ko'ngil uchun? Chindan bu so'zlarim yurakdan. Nima, menga ishonmaysizmi Gulnor? Men yo'q, ishonaman yo'q aka. O'zimdan ortiq sizga ishonaman. Nega ko'rinmaysiz? Nega shuncha vaqt yo'q bo'lib ketdingiz? Men shu yerdaman. Ish ko'p. Xo'jayinlardan buyruq keladi. Unday qilinglar, munday qilinglar. Lekin o'zim bu yerda bo'lsam ham ko'nglim, hayolim sizda. Siz yashagan bog'da ovozingizni eshitish niyatida edim. Mana baxtimga o'zingizni ham ko'rdim. Men xayolingizni buzdim shekilli. Bu yerda nimani o'ylab o'tirgandingiz? Dunyoning ishlarini, tog'amning berahmligini, Shoqosim akamning nochorligini. Shoqosim akaga juda qiyin